Andijondan kelgan Andijonlik toza iflos bo'ladi bu. Nimaga? Andijonchasiga shunaqa deyiladi. Andijonlik. Mana hozir qo'shiq ijro etib beradi. Sen rasm boshlaysan. Bo'ldi. Nima rasm edi? Manzara. Manzara. Buni tugatib qo'ysan, manzaramiz. Ha? Точно, ha? Точно. Yaxshilab chizasan, chiroyli qilib. Xolmurod ham qo'shiq eshitamiz, sostav bilan birgalikda. Ha? Jonli ijrodami? Jonli. Jonli ijro. Nima qo'shiq Xolmurod? Ota-onalarimizga bag'ishlangan yaxshi yangi qo'shig'imiz. O'zingiz Premyera. O'zimiz ijodimizdan premyera desak ham bo'ladi. Xo'p, hurmatli azizlar, Xolmurod Xoliqov iloji bo'lsa, juda bir chiroyli tarzda mana shu qo'shiqni ijro etib beradilar. Niyat qilib qolamizki, Xolmurod Xoliqov ham familiyasiga yarasha ilohim Muhriddin Xoliqovga o'xshagan yaxshi bir mashhur san'atkor bo'lsinlar. Rahmat ustoz. Ko'z tegmasin. Bitta eshitamiz, qani marhamat. Siz ishni boshlayapsizmi, taqsir og'adan? Xo'p. Ko'ksinga batmas ekan taqdir toshlar otmas ekan ko'ksinga batmas ekan taqdir toshlar otmas ekan hech vaqt boshing qotmas ekan otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa mag'rur boshing ham bo'lmaydi kiprigingda nam bo'lmaydi mag'rur boshing ham bo'lmaydi kiprigingda nam bo'lmaydi yuragingda g'am bo'lmaydi onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa soyasida unib o'sding asli shular seni do'sting soyasida unib o'sding asli shular seni do'sting bililmaydi kamu ko'sting otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa mehr tomsin tillaringdan rohat topsin qo'llaringdan mehr tomsin tillaringdan rahat topsin qo'llaringdan adashmaysan
tursa otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa onang duo qilib tursa otang duo qilib tursa sog' bo'linglar. Ming rahmat, salomat bo'ling. Juda chiroyli qo'shiq bo'ldi. Otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa. Duoda gap katta deyiladi. Ota-onaning duosini olmoqlik har bir farzandi burchi va ota-ona duo qilsa, Alloh farzandining ishini rivojini beradi. Shuning uchun aytishadiki, duo bilan el ko'karadi, yomg'ir bilan yer ko'karadi. Shuning uchun duo qilishdan to'xtamaylik. Juda chiroyli Xonmurod, salomat bo'l. Yana eshitamiz degan umiddamiz, Xudo xolasa. Bir sho'xrordan aytsang, keyin bir maza qilib o'yining kulgiga qilib. Qizlarimiz o'ynaymiz deyishyapti bular. Shular o'ynashni yaxshi ko'rishadi. Shular o'tib raqsga tushmasa bo'lmaydi. Shuning uchun eng chiroyli kasblardan bittasi raqs hisoblanadi. Maza qilish kerak, o'ynash kerak. Hurmatli azizlar, Feruzaxon, Reklama kelib qoldi, Shukur aka. kelib qoldim.